Ana bugun butun arashanchilar Nodirjon Ibbatovni xonadonlariga, chorva fermalariga tashrif buyurishdi. Butun Esangidagi bari ko'zga ko'ringan seleksioner aka-ukalarimiz, mashalloh, mana Abdulla Sharifov akalarimiz. Kelinglar mehmonlar. Assalomu alaykum Ilyos aka, mana arashandi chiqarish uchun mehnat qilgan aka-ukalarda bular, to'g'rimi? Rahmat Ilyos aka. Ko'p narsani o'rganish kerak. Rahmat. Sardor mana arashan uchun mana akalarimiz. Kelinglar, xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Rahmat. Kelinglar. Assalomu alaykum. Mana Birlan akam, Qirg'iziston koordinatori. Rahmat, assalomu alaykum. Kelinglar. Rahmat. Hali kutib oldingizmi mehmonlarni? Yuraylar hojiga. Assalomu alaykum. Istiqbol Arashan jamoati, mashalloh. Jamoat ko'p ekan aka. He. Kuyski jamoat, istiqbol jamoat, Juda ham zo'r. Qarang. Qo'ldan kelib kutyapmiz. Qo'ydi orqasidan shuncha odam aka-uka bo'lyapti, siz qarang-da, ha? Международный bratstvo deydi. Zo'r narsa uyushtirib qo'ysiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Mana Farg'ona koordinatori Hoji akam Said Komil, mana Asrorjon. Assalomu alaykum. Kelinglar. Hoji akamiz, kelinglar. Kelinglar mana. Orqon akam mana. Akalarimiz kelinglar Hoji aka. Assalomu alaykum. Mana qo'ydi haqiqiy ishqibozlari yig'ilib, mana aka-ukalar hammamiz mana qarang qo'ydi nimaligini. Hamma seleksionerlar. Assalomu alaykum Hoji aka. Mehmonlarimiz, Qirg'iziston jamoati akalarimiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar aka. Qozog'iston jamoati Quvonch aka. Assalomu alaykum. Quvonch aka, keng. Sizingizlar. Assalomu alaykum. Do'stlar. Xush kelibsizlar. Mıqti qo'shiqlar, to'ylar bo'lib ko'payaversin. Hammangizga shunaqa saroylar nasib qilsin. Rahmat. Bizani Qozog'istonni silab chaqirayotganingizga hammangizga kattakon rahmat. Do'stimga alohida katta rahmat. Qirg'iziston jamoatida mana xalqqa ko'p mehnat qilayotgan shu Sardor ukamiz chetdami? Keldi Sardor. Sardor onamiz mana yerda xizmatida yuradi. Alloh rozi bo'lsin. Kim baqa uka. Yildiz og'amiz, keling Yildiz og'a. Bir yaxshi niyatlaringizni bildirib qo'ying. Yildiz aka. Assalomu alaykum. Qozog'iston, O'zbekiston. Baringizga cho'q olaman. Nadir, sen saroying qut bo'lsin. Boshlagan ishingga iyilik. Arashon taldimda bo'l. Çok biraz çok rahmat. Ömrünüz olsun. Rahmat. 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 Cengiz Bey'e alohida. Qulluq olsun. Marhaba olsun. Ali ketgan. Tepadan turib olinadi o'shanda. Qayerga tushamiz? Hozir bamitga turib olamiz, nariyoqqa qarabda, orqa bo'lishamiz. Assalomu alaykum. Zokir aka keling endi, so'z navbati sizga aka. Он тоже, как вы, не хирург, но он тоже ювелирно подходит ко всем вещам. Именно развитие баранов в Казахстане, я думаю, он будет осилить. Но мы, как старшие братья, должны молодым дорогу показывать и как бы почет делать, перед всеми знакомить. Это мое мнение. Как вы думаете? Сейчас. Я вот хочу, чтобы после нас вот эти братишки вот этот чапан носили и наша дорога вот процветала. Вот видите, эстафету будем куда хвататься передавать. Mashallah. Ana qutlu bo'lsin xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Har doim xursand bo'lamiz. O'zbekiston Arashan seleksiyasiga salmoqdan katta rahmat. Xonadonimizda har doim eshiklari ochiq. Bu qo'y baraka deyilgan. Qo'y barakasini orqasidan shuncha inson ana shu aka-uka bo'lib
qardosh bo'lib mana shu aqlchiligimizni hech ham yo'qolmasin. Xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat, Yorqin aka, umringiz uzoq bo'lsin, shuncha mehmonlar